Evay uzr, Shohruxxon. Ustoz, men siz ashaddiy muxlisingizman. Meni shogirdlikka ola olmaysizmi, ustoz? Qanaqa shogird, ahvolingga qaragin. Boshqa ish qilgin bor. Men unaqa narsalarga vaqtim yo'q. Tushunarli. Shohruxxon, suvni o'tirib ichiladi. Turib emas. Keyin chap qo'lda emas, o'ng qo'lda ichiladi. Xosiyati yomon bo'ladi. Shoshmang aka. Ismingiz nima edi? Murodjon. Murod aka, siz shogirdlikka olsam maylimi? Faqat yo'q demang, iltimos. Yo'q demasdim. Siz meni ko'zimni ochdingiz hozir. Sizni ko'zingizni ochgan bo'lsam xursandman. Bundan keyin doim ko'zingizni ochib yuraman. Keling, orqaga o'tiring. Oldinga o'tiray. Rulga o'tirsiz. Yo'q. Iltimos. Oldingizga o'tiraman. Mayli. Keling aka. Akajonim. Yo'q, o'zim ochaman. Yo'ryapsan, Azizlik bor degan ekan. Baxshi zo'r bo'ldi, shu. ijodingga ko'z tegmas, o'rtoq zo'r. Kim bu? Mo'kachimi shu? Bu meni yangi shogirdim, tanishinglar. Meni yaqin do'stim. Bunaqa gapirmalaring. Tanish o'rlaring, o'rtoq bo'llaring. Shohruxxon aka ustoz, bu do'stlaringiz. Hozir Shohruxxon bo'lganingiz uchun yoningizda o'tiribdi. Ishoning, Shohruxxon bo'lmasdan qolsangiz, hammasi sizni tashlab ketishadi. Bu gaplarni aytish mening farzim. Noto'g'ri tushunmang. Davay bugun bir ujinga kechga yig'ilaylik hammamiz. Davay. Ha? Ovqating ne bo'lding? Ha? Davay ketibdi. 10 yillik o'rtog'ingizmi deyapsan? 10 yillik o'rtoqmiz. Men Shohruxxon bo'lganim uchun men bilan o'tiribsan. Bo'lmasa telefon ham qilmasdilar. Jinni bo'lganmiz-a, Shohruxxon bo'lsa ujinga o'rtog'imiz. Aka gap qaytarmang, qo'ying, aytganlarni qiling, turing. Noto'g'ri ish qilding. Aka siz ham turing, nima o'tiribsiz? Noto'g'ri tushunmanglar. Shohruxxon ustoz. Bular nima haydamayapsiz? Ha, bu administratormi? Ukam-ku meni. Ha, ukangizmi? Ha? Ha, mayli, keyin haydaysiz. Ishlab turaversizlar. Ustoz, qizishmang. To'rt devorda qahratonda dardlarimni aytarib. Uzr ustoz, sal chetda xato aytibsiz, qarang. Notadan chiqib ketgansizda, qarang. To'rt devorda qahratonda meni qiynading jonginam desangiz masalan tushadi. Nima deyapsan? Eshakka o'xshab hangrab, notaga tushmayapsan-ku? Nima do'stlar? Qanaqa eshak? Zo'r aytdi. Yo'q kompyuterni. Rahmat. Mana shunday ayting ustoz, zo'r Yo'q, zo'r aytaman. Yo'q dedimi? Yo'q deya. Sen nimani qilyapsan? Yo'q, mana shunday aytish kerak o'zi. Qarang ustoz, to'rt devorda qahratonda meni qiynading. Ha. O'shanday. Ustoz. Yobjon. Hayotda san nimadir sifatda? Meni hayotda faqat bir narsa siqadi. O'sha nima? Nega kirlarimizni kir sovunda yuvamiz? Toza sovunda yuvsak bo'lmaydimi ustoz? To'rt devorda qahratonda dardlarimni aytarib. Bola. Vaqtimiz kamroq, keyinroq tushasizlar, iltimos. Nima? Nima keyinroq tushadi? Ustoz, sizni Shohruxxon qilgan mana shu muxlislaringiz emasmi? Nima deyapsiz siz? Vaqtimiz yo'q bizani. Siz kecha telefonga ham shunaqa javob berdingiz. To'yga zakaz tushyapti, qo'pol muomala qilyapsiz. Shular orqali biz Shohruxxon bo'ldik. Sen menga muomala qilishni o'rgatyapsanmi? Nima deysan? Ustoz, bu sizni pulingizdan ham uryapti. Ishonmasangiz hozir cho'ntagidan dollar ham chiqadi. Hey, Jam, mana. Nosakat. Mana bunisida menimcha. Mana. mani pulim bu. To'g'ri aytishgan ekan. Zo'r bo'lsang, begonalar salom berar soyangga. Yaqinlaring pichoq urar orqangga. Telefonni Shunga ishonyapsizmi? bunga ber. Bugundan siz administratorsiz. Sen bilan uyda gaplashamiz. Aka,